Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Bala nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. To'g'liq. Naima o'zining chechini o'zi qamallab dahshatlik bir chirqirdi-da, To'g'liqning ustiga o'zini otdi. To'g'liq, ko'zingizni oching, To'g'liq. Arka tarafida pichoq dastasi qadilib turgan qovuz saskangandek bir silkindi. Ondan eg'ir kelansiz gavdasini asta ko'tardi. U To'g'liqni quchoqlab zor-zor yig'layotgan Naimaga asta lengshib birdan qarab turdi-da, ondan uning oshbiqiniga To'g'liqning qini soqib turgan pichoqni tiqdi-yu, o'zi orqasiga o'rilib tushdi. To'g'liq qonliq biqinini chang mujib tutib olgancha o'rnidan turib, bag'an siri xiralashayotgan ko'zlari bilan qushxonaga qaradi. Og'zi burnidan qon eqib, bo'yinlarida qetib ketgan panoq o'tliq ichida dunyo tatdi. Taqir bosh qonga chilishib, u alamga ketganda qiladi. Bo'yniga pichoq yegan o'ruq bir daraxtga yo'linib, putlarini uzun sungan holda uxlayotgandek beshini sangilitib o'tiradi. Uning quchqiga yig'ilib qolgan qon beg'irdek uyib qolgan edi. Ammo jon yeriga tepib yegan yana bir o'ruq maydonda ko'rinmaydi. Balkim u ishning chatoqligini pamlab qechib ketgan bo'lishi mumkin. To'g'liq og'zini yo'g'on echib, o'ngdasiga yotgan qovuzga qarab bosh chayqadi. U orqachilab yiqilganda dumbasidagi pichoq dastasi butunlay kirib ketganmi, ishqilib echilib qolgan tukli qursiqidan pichoqning uchi chiqib qolgan edi. To'g'liq Naimaning biqinidagi pichoqni sug'urib elishi bilan qattiq qaltirab ketgan Naima ko'zini pallida echib To'g'liqqa qaradi. To'g'liq uning qo'ltiqidan yo'lab turg'izdi. Ular biqinlarini chin qamalgancha 2 qadam oladi, ondan har ikkilisi 2 yoqqa yiqilib tushdi. Balam To'g'liq, Belqut xazinasi. Otdan sakrab tushgan Amrulla buvay To'g'liqni quchog'iga oldi. "Jinim balam, men kechikib qoldim." "Dada, men hech nima bo'lmadim." To'g'liq qopaqlarini oralla ochdi. "Voy, yomg'ir yog'ayotamdi. Yuzimga suv tomchilayotdi." O'rmon ichiga yaltirab turgan Nissan markalik mashina kirib keldi. U bir perqirab to'xtishi bilan uningdan turdi Hasan paloqlab tushdi-da, "Balam" deganicha necha putlashib To'g'liqning qishiga yetib keldi. Uning orqasidan yugurishib kelgan Xolqay bilan Oyoz Naimani quchoqladi. "O'g'lim To'g'liq." Turdi Hasan To'g'liqning qonliq qo'llarini tutdi. "Mening o'g'lim To'g'liq, ko'zingni bir ochqina." "Qizim Naima, o'bdan qizim, tatliq bolam." Oyoz bilan Xolqay Naimani avaylab ko'tirib bir daraxt tubiga olib bordi-da, jarohatini bo'ynidagi sharpsida tangmoqchi bo'lishdi. Turdi Hasan bo'lsa, buvayning quchqida biqinini qamallab yotgan o'g'liga qaradi. Uning barmoq orliqlaridan hali ham qon buldoqlab chiqmoqda edi. "Jinim balam To'g'liq, men sana ko'p ziyonkashlik qildim balam. Esingdimi, sen Nozir dada deganingda seni dada deyishga qo'ymagan edim. Asli sening ko'ngling tuygan ekan o'g'lim. Endi dada deb baqina o'g'lim, birlik qaytim, faqat birlik qaytim." Turdi Hasan To'g'liqni quchoqlab yetib oldi. "Balam To'g'liq", dedi Amrulla buvay ko'zlaridagi yoshlarni sirtmay. "O sening dadang bo'ladi. Balam, o'z dadang." "Dada." Ko'zlari erishib turgan To'g'liq buvayga talmirdi. "Dada, seningdan boshqa dadam yo'q."
Ondaq deme balam. Buvayning yoshlari to'xtaydigandek emas edi. Allah'dan balangni qurban qil deb vahiy tushganda İbrahim alayhissalomning o'g'li "Dada, meni qurbonlik qiling" deb tur teg'iga chiqib bir tosh ustida yotgan. Lekin u "Dada, meni bo'g'izlagan vaqtingda, jon ochiqimda sizga olib sanmay, ko'zimni tengib qo'ying" degan ekan. Oti degan shundoq ulug'. Gerçi nazir dadang ulug'liqni yetkazamagan bo'lsa-mu. "Dada, u odam nayma ikkimizning qotili tursa?" "To'g'ri deysan, bolam. Lekin sening tomirlaringda eqivatqani o'sha qotilning yuraqini. Shunga u baribir ota." "U odamni dada desam, xo'sh bo'lamsiz, dada?" "Albatta, bolam, albatta. Tongli qiyomat kuni ota bolani jam qilganman deb Alloh oldida yuzim yo'riq qo'paman" dedi Amrullo buvay taram yosh to'kkan holda. "Umu ozg'on banda. Shunga ozmas Alloh ozg'on banda emasmi?" Ko'zlarini oralliq ochgan to'g'liq beshini bilinmas ko'tardi-da, to'limi zayib ingradi. "Dada. Ha, men. Turdi Hasan hurkirab yig'layapti. Bolam, men sening eski dadang, yaramas dadang, umrida amal bilan puldan boshqani tonimaydigan dadang." Turdi Hasan birdilla o'zini qachatlab ketdi. Bu chog'da Naimaning nafsi bo'lgan seri pastlab ketyotdi. Qo'rqib ketgan Xolqay ansiz vaqirmoqda edi. "Naima, jinim qizim, Naima, ko'zingni ochqina. Men opam, qarg'ina, men keldim." "Oyaz, uni darhol doktorxonaga opiraylik." Yo'q. Naima beshini chayqadi. Barmayman. To'g'liq u. To'g'liqmi yaxshi qizim? Ana, gap qilib yotadi. "Ayazga suv, menga suv bering." Shivirladi Naima. Bek ustab ketdim. "Qon eqiyotganda suv ichsa xatarli qizim." "Qizim?" Naima so'z kuldi. O'z dadam chaqirgandek ajab tatliq anglandi. Boyadan beri Xolqayning g'azabidan andikib kelanmagan Turdi Hasan ayminibgina Naimaning qishig'i kelib, uning yanida tizlandi. Xolqay uningga qarabmi qo'ymadi. Naima bo'lsa, borgan sari nuri o'chayotgan ko'zlarini aralla ochdi. "Appa, esingizdami?" Naimaning ko'zlaridan suzuk yoshlar sirg'ib tushdi. "Men so'zlab bergan heliqi cho'chak." "Esimda qizim." Xolqay isadab ketdi. Ashraf vazirning qizi Xonbonu 4-Niyozni yaxshi ko'rib qoladi. Biroq vazir Niyozni tog'irga tiqib, hongdan tashlab o'ltirib etadi. Ashraf vazir amal inovati, nasab shajarasining bulg'anishidan ansirab Niyozga oltin kumush va'da qiladi. Niyoz olmasa uni urdirib etadi. Borgan sari nafas yetishtirolmayotgan Naima Turdi Hasanga qadaldi. Xonbonu yanala 4-Niyozdan ayrilmaydi. Oqibat Ashraf vazir 4-Niyozni "Bo'ldi, gap qilmang qizim." Xolqay uning yuzlarini siladi. "Üzülib qolasiz." "Tova, 4-Niyozga Ashraf vazirga yot." Naima Turdi Hasanga qaradi. O'z o'g'linimi qaslasa.
Kızım Neyime, meni kechiring. Turdi Hasan qizining qo'llarini ayminibgina tutdi. Taqdirning meni mundaq masxara qilishini o'ylamaganman. Ah, Ayazga, meni Neyime oxirgi daqiqaning yetib kelganligini sezgandek ansiz shivirladi. Meni to'liqning qashiga aparing. Ayaz Neyimeni ko'tirib takilishi bilanla u to'limi past shivirlab, "To'liq" degan edi. To'liq ko'rmas ko'zlarini birdilla pallata ochdi-da, qonli qo'llarini so'zib, kimnidir izladi. Neymening qon tamchib turgan qo'llari ko'tarildi. Ikki qonliq alqan uchrashib juplashdi. Barmoqlar bilan chingiralashdi. Qip-qizil paq qonlar bir-biriga qo'shilib ketdi. Shundala ularning har ikkilisi xotirjam bo'lgandek jimib qolishdi. Lekin ular o'rmon ichida saqchi mashinalarining ansiz chirqirashlarini anglamadi. Turdi Hasanning savoldishi yaqin birodari Mahmud Ziyo yolg'on aytmabdi. Turdi Hasanni rastalla ertasi qo'lga oldi. Yana kelib o'zi planlagan qotillik naq maydonida qo'liga ko'yza selindi. O'rmondagi yo'l, o'tliq, chatqalliq, hatto daraxt yo'llaridagi uyul qon dog'lari Eron daryo bo'yida bo'lib o'tgan hayot mamatliq elishdan derak berib turibdi. Saqchilar qovuz bilan taqirboshni jasad tag'rig'iga tiqib, Quds xazinasi keyin panoq ham bo'yniga pichoq yegan o'riqni mashinaga ishtirib kirgizdi. To'g'liq bilan Neymening jasadini tuqqanlarga qoldirib, saqchi mashinalari chirqirganicha shaharga yurib ketdi. Beg'ubar 2 yoshning miyati Chilonliqning benamlikdagi qabristonlikqa qo'yildi. Ularning 7 nazari berilgan kuni Zehrining to'nig'isiz bo'lib ketgan jasadini daryoning to'ban yaqinidagi bir oroldan tepib kelishdi. U toshdan toshga urilib, daryo tagidagi loji ham yildiz shoxlarga ilinib, butun badani qop-qora qon uyib ketgan edi. Turdi Hasan qo'lga ilinib, atsi xiyonatchilikka qarshi turish idorasidagilar kelib uyni aqtirdi. Hayron bo'lganidan Xalqayning og'zi ochiqla qoldi. Uning uchun sir bo'lib qolgan bexatarlik sanduqining og'zi ochildi. Uningdan Turdi Hasandan boshqa hech kim bilmaydigan chakdan 7si chiqdi. Uning to'lini 50 ming so'm, yuqorisi 300 ming so'm edi. Bularning ichida Sauna Monsining tamg'isi ham banka hisobot nomeri besilgan 200 ming so'mlik bir chakmo bor edi. Hayron qolarliqi bexatarlik sanduq ichidan yutib ketgan 120 ming so'mlik olmos ko'zlik oq oltin uzukmi chiqdi. So'roq jarayonida Xalqayning bexatarlik sanduqning maxfiy nomerini bilmaydiganligi ham oshqushni biror qaytimni ko'rmaganligi isbotlanganligi uchun Xalqayni savol so'roq qilmadi. To'g'liq bilan Neymening 40 nazarisi dachida katta o'tkazildi. Amrullo buvay, Xalqay, Ayaz, oyat bo'la Tarsu ham Chilonliqdan kelgan jamoatni dog'dog'liq uzatdi. Ikki marhumning ruhiga atalgan xatmi Qur'on tong otqicha davomlashdi. Ertasi saharda bir qancha mashinaga o'ltirishgan jamoat qabristonlikka chiqib, qo'sh maqbara oldida Qur'on o'qishdi ham g'ayrib urva miyitlarga sadiqa taqtildi. Ondan Tarsuluk Munur, Pidala, Amrulla buvayni elib ketishdi. Jamoat qabristonlikdan qaytib kelgan kuni kechda Xalqay, Ayaz, oyat bo'la mehmonxonaga yig'ilishdi. Ayol xo'jayinning eg'ir, tamkin ham salobatlik chehridan Ayaz bilan oyat bu ayminib jim o'ltirishdi. Ayaz, oyat bu
Men endi Ürümchiga ketmekçi. Qachon qaytib kelishimni bilmayman. Ayaz gap qilmoqchi bo'lib edi, Xalqay qo'lini ko'tarib to'xtatib qo'ydi. Gerçi Nazır qizimning qotili bo'lsa-mu, ammo u mening halol jibti hamrohim. Ya'ni Sura Fatihani o'qib olgan ayoli bo'laman. Er-xotinning ijtimoiy hayoti normal vaqtida ajrashish u boshqa gap edi. Lekin hozir u odamning beshiga kulfat yog'di. Uning mendan boshqa hech nimasi yo'q. Bundaq chog'da asqatmagan ayolni ayol emas, balki imonsiz, fazilatsiz, shafqatsiz alvasti desa, u ketmaydi. Xalqayning oxirgi gapidan umidi uzilgan Ayaz nimadir demoqchi edi, lekin Xalqay yana qo'lini ko'tarib uni gap qilishdan chekladi. Ayaz, gapimni putlamay turing. Men hamma gapimni davolay. Balkim sizmi qanoatlanarlik javobga erishib qolishingiz mumkin, dedi Xalqay o'ziga ishongan holda. Turdi Nazir xizmat jarayonida xatolik o'tkazdi. U partiyaligidan elib tashlanib turmada jazo muddatini o'tishi mumkin. Shunga men uning turmushidan xabar olaman. Bunda qilmasam, bir umr vijdon azobi tatib qolaman. Dachiga oralab kelib turasiz. Ayazning ko'ngli buzilgan edi. Eng bo'lmagandimi biror yilda bir qaytim. Boya dedim-ku, bilmayman, dedi Xalqay Ayazning qizargan ko'zlariga qarab. Ayaz, aslidimi bu 15 mo'yay sizning ota-bobolaringizning tavarruf yeri edi. Oxiri yana o'zingizga qaytdi. Men Ürümchidan yer xatlarini sizning nomingizda qilib, ham jamoat guvohligidan o'tkazib, avatib beraman. Bunda qilsangiz qandoq bo'ladi? Xudoyim Nazirga osoyishlik beray. Bergan taqdirdami u bundan keyin oddiy fuqaro bo'lib yashaydi, dedi Xalqay ishonch bilan. Shunga o'z yeringizni o'zingizga qaytaraman. Men yerni sotgan tursam, shunga qabul qilishdan ojizman. Siz bu dachiga 6 yil ajr qildingiz. Oysimamu oz jabr tatmadi. Sizning qo'lingiz bo'lmasa, bunchalik ro'naq taparmidi? Xalqay oldin tayyorlangan 10 ming so'm pulni yostiq tegidan oldida oyat buning oldiga qo'ydi. Oyat bu, garchi bu yil kelgan bo'lsangizmi, ko'p jabr chekdingiz. Bu qizim Naimaning puli edi. O'g'lingiz maktab yoshiga yetib qoldi. Uni o'qitarsiz. Xalqay xonim, meni afv qiling. Oyat bu yig'ladi. Mijozim eski bo'lg'ashqa sizni ranjitgan yerlarim ko'p. Oyaskamni bezor qilatdim. Undaq deyman Oyat bu. Xalqay tasalli berdi. Turmushda onchilik ishlar bo'lib turadi, ko'ngilga og'irchilik yo'q. Xalqay xonim, mashina uylarni qanday qilaman? Ayaz umidsiz ko'zlarini Xalqayga tikdi. Texi uyning ichidagi saramjonlarchu. Turdi Nazirning iqtisodiy masalalari to'liq aniqlanib bo'lmadi, dedi Xalqay sal o'ylanib. Shunga keyincha xiyonatchilikka qarshi turish idorasining odamlari mashina, uy ham uydagi aslahalarni bir taraf qilishi mumkin. Ammo 15 mo'yaning yer xatlari men bilan ketgachga hech kim bir nima qilolmaydi. Xalqayning ketish irodasiga kelishi tasadduqi yoki yeniklik bilan chiqarilgan qaror emas edi. Eren daryo bo'yidagi fojia yuz berdigan harp kechisi turdi Hasan jo'yilib vaqirab o'rnidan turib ketdi. Shu chog'da uning bechorlarcha yig'lab turib, "Xalqay, sizdan boshqa yaqinim yo'q.
degan so'zi Xal'ayning shuncha uzun yillik dard alam, xo'rliq zardoblarini yuvatdi. Hey derdim hey, odam deganning ko'ngli shunchalikli bir nima ekan-ku. Zig'irdak himmatdan yashnab, teriqdek xafalikdan yo'qoplab ketadiganmiz. Bo'libmi ayollarning ko'nglini bir nima demak bak tas. Xal'ayni ruhiy jihatdan ezib qo'yg'ini Turdi Hasanning qo'liga ko'z sog'in vaqtidagi ichinishli ko'rinish edi. Ras, Xal'ay erining shu chog'dagi chiroyini zodila unutolmadi. Turdi Hasan kulmoqchi bo'lib jilmayib boqdi, qamlashtiramadi. Ko'zlarini chimchiqlatdi, yig'layamadi. U nimadir demoqchi bo'ldi, biroq og'zi ko'ngillarni azgidek umchaydi. Uning qilib qo'yg'ini bo'lg'achqimi, Xal'ayga ya undaq, ya mundaq deyishga yuzi bormadi. Ham aymandi. Şuna onun ko'zlari Mo'zayning ko'zlaridek muloyimlashib, chiroyi shuncha bechora, miskin, mungluq bo'lib ketdikin, xuddi opisi non bermagan kichik bolaning o'zili bo'lib qoldi. Hammani, hatto qizining o'limini unutgan Xal'ay ko'zlaridan taranlab yosh to'kkan holda bir besib, ikki besib Turdi Hasanning ko'kragiga asta bosh qo'ydi. Xal'ay, u to'liq past pichirladi. Endi meni unutib keting. Oyaz bilan to'y qilib eling. Daja sizlarning to'yinglarga qilgan so'g'dim bo'lib qolsin. Yo'q, yo'q. Men sizdan oxirgacha xabar olaman. Dilqut xazinasi. U texmo past shivirladi. To'la yig'lamang. Ko'zqingizdagi tug'uloq yig'lang'u tug'ilib qoladi. Siz Xal'ay ün selib yig'layapti. Meni kechiralamsiz? Men Allohning kechirgan. Turdi Hasanning yomg'irdak to'kilayotgan yoshlari Xal'ayning yoshlari bilan qo'shilib ketdi. Xal'ay, Men Umayning qo'rsiqidan tushgan tug'liqni o'zim nobud qildim. Endi bu tug'liqni o'zim boqaman. Shuncha yillik er-xotinlik hayotida yuragidan suyunib suhbatlashib boqmagan Xal'ayga bu oxirgi xo'shlashish ko'ngil so'zlari bir quyoshning haroratini berib, uni axloq fazilat zanjirlarida bog'lab oldi. Ertasi tushda Ayaz Xal'ayni Nissan bilan qatnash bekitiga olib qo'ydi. Lekin mashinaning menishiga yana 1 soatdak vaqt bo'lg'achqa, ular qatnash bekiti oldidagi bir tungan oshxonasiga kirib Petermanni buyurdi. Oshxona mulozimi xayol bo'lmayla manti bilan bir chaynak damlangan choy ib keldi. Ular manti yegash untinsiz uzun o'ltirib ketdi. Ayazning dammu-dam o'pkisi o'rilib, ko'zlariga yig'i yamishib turardi. Yana bir tarafdan ko'nglida Xal'ayni axlaydi. Agar u shundoq irodaga kelmagan bo'lsa, Ayazmi vijdon azobi tortib qoladiganligi aniqli edi. Ayaz, sizga rostilla achchig'im kelib qoldi, dedi Xal'ay choy o'tlab etib. Atdigan oyat bu narsa keraklarni ko'tarib maqsa, turib qiling debmi qo'ymabsiz? Sizga Ayaz nelargadir qaravagan edi. Men o'zim tamoq etalayman. Uni bilaman. Xal'ay Ayazga sinchilab qaradi. Dajida yolg'izlik tortib qolasizmikin? Yo'q, men yolg'iz emas. Ayazning ko'zidan mitchida yosh chiqib ketdi. Birovlarning xiyoli menga hamroh. Ayaz, meni kechiring. Xal'ay Ayazning qo'lining ustiga olqonlarini qo'ydi. Menmi tunji qitim yurakimning talpinishlarini tark etib, ko'ngil orzularga qarshi mengivatman.
Ular yana bir chaqqa jimib ketishdi. Demisimi ularning har ikkisi ahdu vafolarni qilib, qasam ichadigan, sod yuragini, samimiy qalbini izhor qiladigan vaqt emas edi. Ularning buningdan keyingi taqdirini qarori yo'q judundek belgilab bo'lmaydi. Haras, dedi Oyaz beshini ko'tarib. Naimaning 100 ming so'mlik chekini qanday qilaman? Naima uning maxfiy nomerini deb berganmi? Yo'q. Undaq bo'lsa, uni amma qiyinga tushadi. To'g'ri. Bir chaqda Naima favqulodda biror ish yuz berib qolsa, men heliqi deb ko'zimni qissam, siz uyingizning to'g'rislimiga qarang, deganda qilgan. U cho'qim chekning maxfiy nomeri, dedi Xolay. Hozir banklar to'rilishib ketdi. Qaysi turdagi bank bo'lsa, shundan olg'ili bo'ladi. Shuncha nurg'un pulni elib qanday qilaman? Uningdan ko'ra turaversin. Men tunugun oyat buning oldida chekning ishini, buningdan boshqa yana bir ishni demadim. Qaysi ishdi u? Oyaz o'ylanib qoldi. To'g'ri, 7 nazir kuni Amrullah buvayni akilib olayli deganda qilib edingiz. Munur pidalag'u yaxshi qaraydi, lekin ular dehqon, davomli oldirash o'tadigan haq. Buvayga har kuni ang bo'lmaganda biror vaqt quvvatlik narsa qilib bermasa bo'lmaydi. Bu qitimqi fojia uningga qattiq ta'sir qildi. Bo'ladi, men amalini qilib akilib olay. Tushdan keyin soat 4da qo'zg'aladigan mashinalarga umumyuzlik safarga otlanish qo'ng'irog'i chalindi. Oyaz bo'lsa, Xolayning so'mkasini ko'tarib mashina oldiga keldi. Yo'lovchilar oldirab tinib mashinaga chiqmoqda edi. Oyaz Xolayning xeylini ko'tarilib qolgan kursiqaga, yuzlaridagi qo'ng'ir dog'larga qarab yig'lab o'tkili tasliq qoldi-da, darhol ta'tir qarab oldi. Buni sezgan Xolay Oyazning qo'lini changada siqdi. Aman bo'ling. Balangiz aman esan tug'ilsa, rasmga tushirib avatdiman. Mashina qo'zg'alib cho'ng yo'lga chiqqacha Oyaz orqadan yugurib qo'l pulanlatib keldi. Keyin uzab ketgandan keyin "Xo'sh, mehribon Xolay. Xo'sh balam, sizlarni bir Allohga topshirdim", deb pichirladi. Ham demak singadi ichib, ko'zlari yosh bilan to'ldi. Bu chaqda mashinada ketayotgan Xolaymu "Aman bo'ling, his tuyg'ularimni qaytirib bergan oq ko'ngil Oyaz", deb pichirladi. Mashina Bo'ston shahar g'o'ljini orqada qoldirib uzab ketdi. Xolay karvatliq mashinaning ichiga qarab ko'ngli billati ichilib qoldi. Hozir qatnashlar qulaylik bo'lishdan sirt raqobat bilan yo'lovchi talashadigan kayfiyat shakllangachga avtobuslarda turmush aslahalari intayin to'liq qamratlik edi. Yotgan ko'plar pokiz bo'lib qolmasdan sovuq va issiq havo tashigich televizorlarni yo'lovchilar uchun kech-kunduz xizmat qiladi. Xolay yotganni qatlab bosh tarafga qo'yib yo'linib o'ltirdi-da, dariza pardalarini ochib etdi. Oktabrning oxirlari bo'lib qolg'achqimi, tabiat to'llarini almashtirish oldida turibdi. Sovuqqa chidamsiz bo'lgan ba'zi mevalik daraxtlar qizil, seriq, binafsharang to'llarini kiyishga ulgurgan edi. Qor yog'och, ko'k terak, sana, tuxumak, dop daraxtlari bo'lsa, yeshil liboslarini salg'osi kambagandek bog' o'rmon, yo'l bo'ylari salqin o'tanglarda ko'kirib turibdi. Kangsaydagi to'qayliqlar yiroqdan esil xonimlarning chaqmoqliq rangdor ko'nglikidek qip-qizil, sap-seriq, yop-yeshil hol rang tovlanib odamning bahrini ochadi. Tağlarning har bir tal qaptal, jilg'a g'o'llardan kelayotgan sovuq shamol ko'z paslining turqini ep keladi. Ah, kuz oylari. Kesal rangidek sarg'ayotgan tabiat.
odam ko'nglini mo'ng'i to'ldirib, ömür manzilingni eski saladigan miskin tassil. Derazadan ko'z uzmay kelayotgan Xolqay osta pichirladi ham cho'nqur tinib qo'ydi. Yo'llarda qalaymakan uchib, mashinaning orqasidan qo'g'layotgan sap-seriq g'ozonlar bir zaman tabiatga yeshillik, Dilqut xazinasi, go'zallik ato qilgan edi. Ular ozgina hayotini oxirlashtirib, bu dunyodan vidolashdi. Ana, avu qip-qizil, binafsha rang tuzgan yaproqlarmu shirtildab tuviga tushibdi. Tushkisi kelmagandeklar zan laylishib yurgan oshu bergi g'azonlar kuzning tallarini tilg'idek sovuq shamollarida qayoqlarga doğru g'oyib bo'lishadi. Ah, vafosiz dunyo. Xal aymu bir chaqlarda yap-yeshil yaproq edi. Yigitlarning havas ishtiyoqlarini, qizlarning hasad kundashliklarini, qerilarning qiziqish zo'qlarini qo'zg'aydigan jannatning guli bo'lganligi rost. Qani shu yeshil yaproq nalaga to'zib ketdi? Jannatning xushpuroq guli. Shundoq yillar yeshil hayotning, go'zallikning qotili ekan. Şuna Ömer Hayyam Hazretleri ömür menzili hakkında mundaq nali qilgan. Afsuski yigitlik mevsimi bitdi, ko'klam o'tib ketdi, kuz kelib yetdi. Yoshlik deb atalgan sevinch bulbuli, bilmadim qachondir keldi-yu ketdi. Vaqt ana shundoq rahimsiz Azrail ekan. Ko'z yumib ochqicha qop-qora sochlar ko'mishdek oqargan. Olmadak yuzlarga yo'l-yo'l qo'riqlar tushgan. Chinordek bellar pukilib, ko'z guharlaring to'kilgan. Qisqasi taqdiri azal musimi oshu dunyoga loyiq qilib elib ketadi ekan. Endi Naimadek 10 gulining bir guli echilmagan hur parilarni oyab qo'ymaydi ekan. Buningga al-hukmillah demakdan boshqa nima chora? Ömür deganning ashundaq qarori yo'q nima ekan? Taqdir qismat bo'lsa, qululi qornidagi sababdak mavhum bo'lib, oldin bilalaydi ekansan. Adnasi bu yilqi 7-8 oy ichida qanchalik ishlar yuz bermadi? Naimaning hayotida tug'uluq paydo bo'ldi. Xol ayning uzun yillardan beri tip-tinish turgan qalb ko'liga kimlardir tosh tashlab tabritibdi. Ular hayotlik ko'kida ko'ngil bog'lariga suv boshlab, xuddi dunyoda mudhish o'lim yo'qdek shirin tushlarni ko'rdi. Tatliq his tuyg'u bo'shliklariga bo'landi. Shiddatli tavrab kelgan ishqiy savdo qiyonlarida yiqib hammani unutdi. Oxiri Tangri uning og'amchisini tortib, hayotlikdagi bu o'yinni fojia bilan oxirlashtirdi. Hozir sahnada nima qoldi? Hech nima. Faqat juyilmagan girimdek xol ayning do'mbaygan qursqini hisobga olmaganda tilga og'uchilik bir narsa yo'q. Bu olam shundoq ekan. Her qandaq narsaning poyoni yo'qlik bilan oxirlashir ekan. Qarang, fani sahnasida bir mezgil ajoyib rollarni olgan Qovus o'ldi. Turdi Hasan Ag'zam to'rila hapsiga qamaldi. Ularning holi nechuk bilmaymiz. Tug'luq Naimalar yo'qlik olamida g'oyib bo'ldi. Oyaz yanala tugimas mehnatiga qaytdi. Xal ay bo'lsa hasrat nadamat yukini yuklab yashayotdi. Qeri yetim bo'lib qolgan Amrullah buvay bo'lsa, sovuq ketayotgan qonlarini ilitish uchun g'assaga taynib, obdab isinib o'ltiribdi. U tug'liqni saqlayotamdi yoki Azrail izlab qolmasin deb ansiramdi. Ishqilib darvozadan ko'z uzmaydi. Hassina, bu dunyoning talashqidek zodi nimasi bor? Xudo ming yosh ato qilsig'u boshqa gapdi.
Talaşsam yaxşılıqni talaş, u ölmezdir. Мәңгі yaxşı namın, hürmetin, en bolmasa yaxşı gepin qalıdı. Başqalarının həmmisi tağdaki tumandek süslüşüdü, taraydı, oqibat yo'qaydı. Şuna, aşu azgını ömrünü qadirlab, g'am təşvissiz ötgenge nime yetidi? Mana Turdi Hasan ömrüde dünyaga to'ymadi. Hatta haram dunyolarni o'zining yaqin kishilaridan mu xufiyani tutdi. Oqibat nima bo'ldi? Nima yiqqan bo'lsa, hammasi asqatmadi. Ayaz hem uning qiyri onisini zar-zar qoqishib tortib olgan 15 mo'ya asqatdimi? Yo'q. Balkim u yer o'z egasiga qaytdi. Şununğa qaraganda Tangri bandalarini insof tarozisida o'lchash uchun avval arg'amchini uzun qo'yib berib, keyin bir yo'lala tortadigan o'xshaydi. Xalqay yo'l bo'yi ana shundoq afsus, tashvish, pushaymon aralashib ketgan xiyollar bilan atsi tong otganda Urumchi bo'sog'isiga kelib qoldi. U 7-8 oydan beri taqilib qolgan ishigini ochdi. Uyga kiribla o'ziga qarab turgan qizi Naimaning cho'ngaytilgan suratini ko'rib, tortib etilib ketdi. Uni so'ydi, bag'riga bosdi. Paylamay uzun qarab ketdi. Ondan oila bo'yicha ham qizi bilan birga tushgan bir qancha ramkalik suratlarni ko'rib, boshqalarga ko'z yosh to'kdi. Öy ichida pirqirab yurib, puxani yeshilg'icha yig'ladi. Ammo o'lganning oqisidan o'lgili bo'lamdi. Yanala tiriklarga tirikchilik lozim bu. U kiyimlarini almashtirib, tozliqni boshlamadi. Xalay burunqidek chaqqan tetik emas edi. 2 kishilik nafas olg'ashqimi, eg'ir halsiraydi. Keşke yaqin ishlari bir qur saramjon topgandan keyin monchaga tushib uxlab qoldi. U ertasi bozorga chiqib, bir necha xil tomoq, yer yemish, tatliq turumlarni elib turmaga bordi. Xalqay ko'rishish rasmiyatlarini amdilib bejirib turishi bilan bir saqchi uni turma boshlig'ining ishxonasiga boshlab kirdi. 50 yaşlarının qarşısını ağan bu adam özünün oruqluğuna baxmay çoğ hem keng saqchi forması kiyivağaşqa onun kiyimleri xuddi asqudun esilib turgandek belinib turadi. U üzmey tamak çekemdi nime? Aytavur kuldan chala çekilgan tamaki qalpiqi bilan to'chib ketgan edi. Siz Turdi Hasanning ayoli bo'lamsiz? So'radi boshliq taqir beshidagi bir necha tal nimjon chechini barmog'ida tarab qo'yib. Qani o'ltiring. Shundoq, men G'uljidan amdili kelishim. Uning o'g'lini og'ashganmidingizmi? Nima? O'g'li? Shundoq. Tug'liq o'g'limni ko'raman deb bek jidal qiladi. Mundaqdan. Onun oğlu G'uljida elib ketgan. Shundoqmi? Doktorlarning degani to'g'ri ekanda. Boshliq xiyol bilan tamakisini sho'radi. O'lib ketgan dam. Doktorlar nima degandi? Turdi Hasan elishib qoldi. Doktorlar uningga bir ish qattiq ta'sir qilish orqali sezimlarini qalaymaqollashtirayotgan deydi. Şuna onun iqtisadi meselelerini aniqlayotganlar amalsız qilib sirtdan aniqlayotdi. Nima? Erishib qoldi dedingizmi? Xalqay cho'chib ketdi. Bek eg'irmi? Ish qilib 10 gapingizning birasini anqirib javob bera olsa cho'ng gap. Xalqay boshliqning ishxonasidan chiqayotganda uni saqlab turgan saqchi uni ko'rishtirish uyiga elib kirganda Turdi Hasan bir bullongda tugilib o'tiradi. Saqchi uni qo'ltiqidan yo'lab o'rindiqqa o'ltirg'izib qo'ydi.
Biroq u xol oyig'imi qaramay, qo'lidagi kahriva tumarni heli ko'zining chanoqiga akilib ko'sa, turibla yepidan egiz ko'tirib zo'q ishtiyoq bilan tikilib qoladi. Texi, anam balam, saqam deb tumarni suyib akilib ketadi. Onun bu bechara holatini ko'rgan xol oy yig'layapti. Shundaqdimi dasturxonlarni echib, samsa mantini oldiga ishtirib qo'ydi. Azroq tomoq yeb olamsiz? Turdi Hasan o'yin bilan edi. Shunga xol oy chinroq to'g'ladi. Menga qarang, issiqida azroq bir nima yeb olamsiz? Turdi Hasan shundala beshini ko'tarib xol oyga qaradi. Darvaqa u to'ng'isiz holda qirib ketgan edi. Vaqramang, dedi Turdi Hasan ikki barmoqini og'ziga tutib. Bola uyg'onib ketdi. To'liqni cho'chitib olsangiz to'laysiz. Voy xudoyim, sizga nima bo'lgan bu? Xol oy unselib yig'layapti. Men sizdan xush bo'lib qolay. Menga obdanroq qarang. Men xol oy. Ağladınızmı? Ben xol oy. Xol oy. Turdi Hasan tengirqab qoldi. Xol oy? Yo'q, xol oy emas, to'g'liq, ko'mirchi bola. Dada desa, men uni tilligan. Nozir apandim. Xol oy qattiq vaqirdi. Shu chog'da u bir nimani yodiga olgandek og'zini echib turib qoldi. Men sizning ayolingiz xol oy. Shundoq xol oy bo'laman. Xol oy. Turdi Hasan putlarini o'rindiqqa elib chin quchoqladi-da, tizlariga enikini qo'yib, bir chekka tikilib qoldi. Ondan uning ko'zlaridan mo'ldirlab yosh to'kilgili turdi. U albatta uning ko'nglida o'tmish xotiralarining butunlay o'chib ketmaganligidan derak beradi. Xol oy asta kelib uning mezgilsiz oqirib ketgan beshini bag'riga besib esadab ketdi. Ah xudoyim, sizga nima bo'ldi? Siz bundoq odam emasdingiz-ku. Xol oy. Turdi Hasan hech nima deyamadi. Faqat xol oyning qo'l beg'ishidan tutib olib, beshini g'ildinglatganicha xol oy deb yig'layverdi. Xol oy uni oldab sipab yurib bir net samsi bilan mantini yegizdi. Safar choydanidan choy quyib to'lab ichirdi. Xol oy ertasi xiyonatchilikka qarshi turish idorasining boshlig'i bilan ko'rishdi. Uning deyishicha, sirtdan egilgan ham har qaysi munosabatlik o'rinlarning shundoqla Turdi Hasanning idorasi ta'minlagan isbotlarga asosan Turdi Hasanning tog'dagi 338 dona qo'yini, bexatarlik sanduqidan tepilgan 7 dona chek, umumiy qimmati 1.120.000 so'm. Normal bo'lmagan munosabatda olgan xiyonati uchun musodara qilinadiganligi. Lekin hech qanday yerdan Turdi Hasanga o'zik sovg'a qilganlik paket bo'lmaganligi uchun o'zikni qaytaradiganligini uqtirdi. Lekin xol oy o'zikning kelish manbasini aytib, uni olmaydiganligini degan edi. Boshliq sal xafa bo'lgandek alpasa. Qizingiz dadisi orqali olgan taqdirdimi, bu baribir qovuzning so'g'iti. Onun ustiga biz qizingizning iqtisodiy masalasini aniqlayotganimiz yo'q. Shunga buni qanday bir taraf qilsangiz o'zingizning ishi. Ko'nglingiz ko'tarmasa, setib biror maktabga iyona qilib atsangizmi bo'ladi-ku, deb xol oyning qo'liga tutqizib qo'ydi. Xol oy ertasi sud mahkamasiga berib, jinoiy ishlar kollegiyasining boshlig'i bilan ko'rishdi. Kollegiya boshlig'i Mas'ud, Faxrnisa, Qovuz, Nizam Taqirbash, Tug'luq, Naimalarning o'limining parda orqasidagi planlovchisi Turdi Hasan ekanligi
Biroq uning kasallik sababini ko'zda tutib, hozircha sud echilmaydiganligini uqtirdi. Belqut şirketide avazga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romanini bugun bu yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatdimiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxo kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni sotib olib saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.